54. Tush o'rguvchilar bilan bo'lgan munosabat haqida. Yana bir bilim tush o'rish ilmidir. Tush ko'rilsa o'rguvchi yaxshi yo'l ochadi. Odam uxlasa tush ko'radi, bu tushni o'rishni bilsa degini darhol bo'ladi. Tush o'rguvchi tushni yaxshilikqa o'risa, tushi yaxshi bo'lib chiqadi, oqibati xushalliq bo'ladi. Agar tushi ma'nisiz va bak yomon bo'lsa, kambag'allarga sadaqa berib, jon tanni saqlash kerak. Qara, tush ilmi jihatda mehribon Xudo bandalariga yaxshilik ko'zlab oyatlar ato qildi. Kishining tushi yaxshi bo'lsa xushal bo'lish, yomon bo'lsa o'rnidan turib Allohga sig'inish kerak. Kambag'allarga pul, narsa kerak sadiqa qilsa, Xudo ondan balo qazoni dafi qiladi. Tush o'rgandek bo'ladi. Tushni yaxshi o'rish kerak. Ey tush o'rgichi, tushni inchki muloyiza qil. Shundoq qilganda tush yaxshi o'rilgan bo'ladi. Bilimlik, mehribon kishilar yaxshilikqa o'raydi. Ey qarindosh, bularga yaxshi muomala qilgin. Ularni xohlasang qarindosh qil, xohlasang do'st tut.